olam bo'lgan, telefonda ham gaplashmagan qizni oqtaradi. Mana shu yerda o'tirgan uylanmagan bola, hozir misol birorta uylanmagan bola bo'lsa, lekin chataq bola, yomon bola deylik, kerak bo'lsa nasha chekadi deylik. Shu 33 tasi yaxshi ko'rgan qizni olasanmi deydi, "Kali nima deyapsan sen?" deydi. Ko'ryapsizmi? Hatto nasha chekadigan rasvo ham yaxshi olay deydi. To'g'rimi? Nasha chekadigan bola hozir chetda bo'lsangiz rasvosizda siz. Bir-birlaring kulib beryapsizlar. Chekmanglar nasha bolalar. Qonunga olsa agar cho'ntagingizdan chiqib qolsa boru oyog'ingiz osmondan qilib yuboradi. Qiyomatda do'zaxda qovurib yuboradi. Nashani qovurib yeydiganlar borda, qovurib yuboradi do'zaxda. Shuning uchun hozir tashlasalar ham bo'ladi, chunki juda bo'lsa 5 yil, 6 yildan beri chekyapsiz xolosda. 30-40 yil cheksiz tashlashingiz qiyin bo'ladi.